Qaysi kuni bir oshxonaga kirib qoldim, shunda kirishim mendimmi yo'g'on. Hamda yeshiza 50 ning tepida bir akimiz palaqshib keldi-da. "Yo, mitallib chaka, chitulma." Ma deb chaqchaq qilyaptam deganda deyman, faqat bo'lmasa 20 yosh cho'ngda mendan. Yaxshi. Sizning bu qadamlari yetib qopti bizning oshxonaga. O'ttasa, xizmatni g'azab qilyaptimi juma? Tapenjidim bishin deb qo'yama. Bu nervs ojizmi bu odamni bu men o'zim yolg'iz tursam bir tapenjini yemdim deb. Ya bo'ldi, lag'mandan bir niyat. Yo! Pul tappan chiri ching'ulab ketdiki juma edem degan. Cholpan deganmi lag'man yemda. Qarang, men birinchidan cho'lpa emas, ikkinchidan o'zimning qo'sqimga tushliq yeyman. Desem bunda qo'sqam qarab, qo'sqamga paq urib qo'yib, "Yo, qo'soqlari qaylagan 2 tapenji partidek turda." Neda bir lag'man degandan keyin lag'mandan bir ney chiqib turing-a? Guyro chiqib turamdimi, suyro chiqib turamdimi? Dedi, "Mayli bir qaysi bo'lsa bo'laverdi. Unda olib qolsa, o'sayliqman qilib bersinmi yo? Ezarroqda." Men pulni hisoblashmadim siz bilan. Yaxshi o'xshaydigan lag'mandan bizne chiqib turinglar. Unda olib qo'yib qolsa, 90 lag'man qilib bersan, 90. Bo'ldi, 90 bo'lsin mayli. Ya, 90. Sizlar aranchigan cheyse qilib turamdik yo. Dedi, bo'laverdi, nemisay bo'lsa bo'ladi, be pishiqsay lag'mandan bizne chiqib turinglar. Qaysa bitalib chaka. O'ylab qoldim. Jusay lag'man qilib bersinmi, tufum bilan jusaydi. G'azab o'xshaydi bizning vallahi. O'xshaydigan ish olsa, aka, bir chiqmas. Oy, bitalib chaka, bir akademisi. Men 30 yoshga kirdim. Siz qancha yoshga kirdingiz? Öbdan be 50 bishikchidim. Allika hurmat qilsa aka emasmi? Dedi, maqa fikam, ash jusay lag'mandan bijni qilib bersin, siz tavsiya qilganni yeb baqay. Ya, bitalib chaka, yemisa juma. Ama jusay degan yel ne deydigan bijma. Naq yo'qimi deb, deb bo'g'ich yoki yo'mursizlaymi deb, musho deb bo'g'ich keylardan, asho deb ovoz ketmisa. Sadi nima demakchi sizlar menga bir tamoq beramtilar, chiqtamtir. Yo, chiqatgan olmaydi. Ama men lag'man deb qo'ya. Guyro bo'lsin. Yo, mitallib jon qavilning buningdiki yumursuz deganda, mushu demay ashku deb boshlash uchun lag'mandan bishni guyro. To'lg'an padi chirkatida. Nervs ojizmidi bu odamning qiziqchimidi deb o'ylab qoldim. Bir choq tomoqni ichikdi. Qarsam bu chivinning qanitidek go'shtini ishkitalli go'sht va yilqi guyro degan lag'manda. Shuna bo'libdi deb gap qilmay yedim. Yesam mitallib chako, yacherik keprema tishlari ko'chiramlar. Dedi, ekepasınız buluda bu da çiğe vaktimde ekepirine göçü çıkırak çıkıdığan bir çişinin arlığı kırıp kalkıda göçü var tamak yiyende. Böyle. Onda alıp kasmı itelip çaka. Çiripe gelir rahmet. Eyni batı pultuluyup çıkesi bulavırda. Fıkam ben maaşı bir pultuluyup tamak yemeye deyip çiğdem. Fıkam da etdi ya. Dadlırdek vay deyip cuma mı? Bu qanday gap bo'lib ketdi bu bayam hurmat kisilchon aka deb kitmamamtlar. Unchoq siltiq tomoq yemagan emasmi? Maqa deb ochiqimni qo'pma yadlarda bo'lsin, tomoq yegandan keyin men pul to'lashni bilaman. Pul to'lab chiqasizlar demislim bo'laverdi. Deb hisobot pukiga berib, nech pul oldi desam 300 koy deydi. Hatta bu, men bir lag'man yedim. Ve jo'z bo'lib tamoq yegash yo'q. Desem, yanma, batayda o'tirdigan odam siz kep qildigan odamki, agar yanjoqlarda pul olmay qolib qolsa, sizlarga bo'lgan nezirvagining bo'lsin chiqib deyversa. Nimda? Bu pul ba. Lekin mana ham bir yo'lida bo'lmamda. Lag'manmi 300 koy olamdimdi bir yerda. Desem, tamoq yeyishdan burun pulni so'g'anma. Dedi, so'mabdi emas. Unda 300 koy.
Ma kılık emes, ma edemnin iş emes ma va. Unda kayırç be bulusan olmam da. Desem, ay şunda ba, ben kilinla. Aş ben sustamla, fuyen balla kilinla. Ma çolpanını bulaydıgan bulda koz ihtiyarlık ula. Deplam, digende gipip turduğun kuluk yumuşak edemlikken, bulusan olmam dep koygan gipimge. Şıkıp yancıkımdık bir 3.224 koydak pulun hemen pakız epta. Salonumuzu koşuyorlar. Mutellipcan Kavul'un salonda gündümünde yumuşaktı. Abi bazı adam ne demek kızsızlık ya? Mutellipcan Kavul. Sılınınki boyaları bek kattıkken. Deydi ya benim boynumunu çişlep bakmasa ulan. Çütmüsü o kattıkken bezkin dese. Neymiş ki boynum kattık değilse benim boynum çişlep bakkan mı tınlayasıla? Desem yok. Sılama işki boyaları gezep kattıkken. Gezep kattıkken. Dedi oylap baksam boynam ras qattiq o'xshaydi. Ma bishimmo yo'g'an sangilab qolmag'ini qalgan shu boynam qattiqmiki deb o'ylab qoldim. Edem degandan boyun angchimunch bir qattiq qolmasa, bishini qo'ltiqqa qismag'iga ish chiqa. Qaydara, kayfiyatingiz yaxshi bo'latimda. Qo'shulatam sizlar. Azroq kulib qolsanglar, men maqsadim yetgan bo'laman.